Junhua Taipei deysen, Junhua Taipei aeroportu, aeroplan stansı deysen, yoki Junhua Shangang deysen, yoki Jungo Omen deysen, shundoq siyosiy iboralarni qo'shib berib, Jungocha so'z iboralar, Jungocha siyosiy iboralar orqali ifodalashni talab qildi degan gap hozir Jungoning ichki qismida siyosati to'g'ri bo'lishlar emas. Hatto Jungo hukumati Amerika jamiyatiga, Amerika davlat ishiga besim ishlatganda fuqarolarga va shirkatlarga talab qo'yib, Shangang davlat demaysan, Omen davlat demaysan, Tayvan davlat demaysan degan talablarni qo'yibdi. Buni Aqsaray bayonot e'lon qilib, biz buni qabul qilmaymiz degan ma'noda so'zlagan yoki rad qilganda Prezident Trump o'ttirg'i chiqib qo'llabdi. Prezident Trump Aqsarayning bayonotini qo'llabdi. Endi bunga qaraganda Tayvanning o'rni bir qadar yuqori ko'tarilganligini ko'rib olasiz hurmatli vatandoshlar. Buning ichida hozir Omen Shangang emas, eng og'ir salmoq Tayvan. Tayvanni qanday atash kerak? Tayvan Junhua Taipei, Jungo Taipei. Shunday atilish kerak Jungoning nazarida. Lekin Tayvanning nazarida hozir Demokratlar partiyasi yanilishib Tayvan. Kuomintang shuni aytgani yana shu Tayvan. Shu Tayvanni atab shu Tayvan yashab kelyapti. Endi oilanib kelib sen faqat Junhua Taipei aeroporti deb ataysan desa, aqmaydigan gap. Buningga bugun Amerika Qo'shma Shtatlar qarshi turadiganligini bildiribdi. Aqsaray ham bayonot e'lon qildi. Bugungi leysimizin içindeki en asaslı nokta nima desanglar, sizlar diqqat qiladigan bir nokta, en asaslı nokta hozir Çavuşanның rahbari Kim Jong-un yana nimishqa Dalianga keldi bu ber. Bundan burun Jungo tashqi ishlar ministri Wang Yi nimishqa Çavuşanga keldi, tuyuqsizlar. Mesela bir yerde nima ish vazadi bu qatimqi suhbat o'tkazilgan suhbat Amerika Jungo suhbati, Amerika Çavuşan suhbati oңuşluq elib berilamdı. Köngüldikidek maqsadlarga yetilamdı, yetkili bolamdı. Mesela meyli Çavuşan yetsin, Amerika'm şu maqsadlarga yetilamdı, yetememdi. Endi arlıqda Jungo hükümetinin biz başçılar ko'rsatdik. Savdo suhbatida chekinish bo'lganligini, xushalliq bo'lmaganligini, xushal bo'lmay ikki tarafdan tarqalib ketganligini ko'rdik. Endi bu ikki davlat o'rtasidagi savdo munosabatlarda yireklishishning bo'lganligini, boshlanganligini ko'rib yetdik. Angliya nima dedi? Hozir og'ir bir mezgilga keldi dedi. Savdo so'rkilishi hozir og'ir bir mezgilga keldi dedi. Pul muomala gazeti. Pul muomala gazeti nima dedi? Jungo Amerika savdosi aslida dasbillah moshunda o'rinlashtirilgan edi. Demek o muqarrar, bu suhbat muqarrar mag'lub bo'ladi dedi. Demek hozir o'tganda biz sizlarga nima dedik? Tuvanchilik bilan shuni so'zladik-ku. Endi bu suhbat tinchlikning nishoni bo'lsa va shunday o'zaro almashtirish, o'zaro foyda yetkazishning bir nishoni bo'lsa, bu davlatlar o'rtasida bo'layotgan ish, ya'ni so'rkilish, savdo so'rkilishi. Yani Tayvanning ismini qanday atash to'g'risida bayonotlarni qo'shib tursak, bugun men sizlarga eng oxiri shuni o'zimning so'zi emas, Guo Baoshingning so'zi bilan shunday topshirayki, Guo Baoshing bugun YouTube'ga so'zlagan televiziya filmida nima dedi? Hozir bu kishi Tayvanda ekan, nima dedi desanglar? Prezident Trump sizni bizga taqdiri sovg'a qildi, siz taqdirning sovg'asisiz. Chunki sizdan iborat shunday bir prezidentning o'zilar Jungo'ga besim ishiltalaydi, Jungo bilan sen nima deysan deyalaydi degan mazmunda notoq so'zlab, o yüzden bu qatimqi Prezident Trumpning Tayvan va Omen ismi to'g'risida Aqsaray e'lon qilgan bayonotni qo'llab-quvvatlagan vaqtida so'zlagan so'zi o'zimga hayajoni tushgan gap. Bunga Tayvanning o'rni ko'tarildi degan gap. Tayvanga yarishdi degan gap. Bugungi leksiyalarimiz mushada, hurmatli vatandoshlarim. Endi bunun içindeki halkılık mesele nimishqa Wang Yi keldi Çavuşanga. Endi bu qatam nimishqa ihtimollikning ishida Çavuşanning boshlig'i Kim Jong-un nimishqa Dalianga uchib bormoqchi. Zaten nima demakchi? Beijing Jungo hukumati nima demakchi? Bu suhbatga buzg'unchilik qilmoqchimi?
Mesela 5. ayının ahırda 6. ayının 5 yıl ötküzüldüğün Çavuşen Koriya söhbeti mi? Çavuşen Amerika söhbeti bozgunçılık kılmakçı mı? Yakini. Nasıl yakini?